Qorinning pastki qismida sizda og'riq bo'lib, og'riq har doim kuchayishni boshlasa yoki og'ir narsa ko'targaningizda qovoq sohasida og'riq bo'lsa, xuddi pastga tortib turadigan og'riq bersa yoki jinsiy yaqinlik vaqtida og'riqlar bo'lsa yoki hayzingiz bir oyda 2 marta kelsa, bu sizda tuxumdonlar yallig'lanishi mumkin degan yoki tuxumdonda kista bor degan alomat bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim og'riq sizni bezovta qilyaptimi, ayniqsa qorinning pastki qismida og'riq bo'lyaptimi, har doim doktorni ko'rigidan o'tishingiz kerak. Chunki bor shunaqa patsientlar umuman og'riq his qilmagan, hammasi yaxshi ketgan, lekin birdaniga og'riq berib, o'sha skoriy chaqirganida doktor ko'rigidan o'tganda kistalar yorilishi bo'lganini aniqlashgan. Shuning uchun har doim mana shu yuqorida aytgan og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, albatta doktor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Sizda kistalar bor yo'qligi faqat uziyo orqali aniqlanib, agar tuxumdon kistalari paydo bo'lgan bo'lsa, sizda yallig'lanishlar bormi yoki gormonal o'zgarishlar bormi, shular aniqlanishi kerak.